Kattaqo'rg'on shahridanman. So'folyor mahallasida yashayman. Tursun va Dilraboman. Shuncha yildan beri shu parkamizga savdo qilib kelardik. Bugungi kunga shu parkamizga qo'ymayapti. Tirikchiligimiz shu parkadan edi. Ikkinchi guruh nogironiman. 2 nafar farzandim bor. Katta o'g'lim ham nogiron. Tirikchiligimizga qo'ymayapti. Senga kirish mumkin emas deyapti. Qayerdan tirikchilik qilaylik? Shu parkamizda orqasida tirikchilik qilayotgandik. Biron marta nogironman deb hokimxonaga murojaat qilmagan edim. Oldidan borib 2 marta borib keldim. Yetaklab kelgan edim. Xo'jayin haqorat qilib menga parkani egasi bir qop katta qop bilan padarka qilib musarimni taxlab qo'ygan ekan shishiniki. Mana men o'zi o'tirsam tura olmayman. 173 kilo vesim bor musor taxlashga. Men qanday taxlab musorini taxlab qo'yaman? Shpraykom bo'lsa, joyimiz tozalab ketsa, balamiz shu balalarim musorlarni solib chiqarib qo'yadi. Shundan keyin sen ishtima qilmayapsan deb bizani chiqarib qo'yapti. Har xil so'zlar bilan haqorat qilyapti. Kirmaysan, kirsan bormishsan, sen nesan deb bizani chiqarib qo'yapti. Nimaga xalq parkasiga endi biz o'tirib tirikchilik qila olmaymizmi? Nimaga bizani qo'ymayapti? Iltimos yordam berishlaringizni so'rayman. Qiynalib ketdim toza. 1 yil emas, 2 yil emas, 3 yil emas, 4 yil emas. 30 yil bo'pti shu parkaga o'tirganimga. Bugun 7-may 39 ga kirdim. Mana esimni taniganimdan beri parkada edim. Bugun tug'ilgan kunim mana 30 yil bo'pti shu parkaga savdo qilganimizga. Endi qo'ymayapti.